data analitikning ishini ko'rib chiqamiz. Ish jarayonida qaysi bosqichlardan o'tadi, qaysi ishlarni bajaradi. Endi kelinglar data analitikning ishini ko'rib chiqamiz. O'zi nima qiladi, qanday jarayonlar bo'ladi data analitik ish jarayonida qaysi bosqichlardan o'tadi, qaysi ishlarni bajaradi. Ya'ni tushundikki, ma'lumotni axborotga aylantirish ekan uning asosiy vazifasi. Bu jarayon qanday kechadi? Birinchi o'rinda maqsad va savollarni aniqlash bo'ladi. Ya'ni har bir ishni boshlashdan oldin biz maqsad va savollarni aniqlab olishimiz kerak. Bu faqatgina bizning sohada emas, boshqa sohalarda. Xuddi shunday data analitiklar ham maqsad va savollarni aniqlab olish kerak. Ya'ni bizning maqsadimiz nima? Ya'ni qaysi muammoni hal qilmoqchimiz? Topdik, to'g'rimi? Masalan, aytaylik, o'rtacha ballimiz 70 ball bo'ldi o'quvchilar o'rtasidagi 100 balldan. Nega bunday bo'ldi? Savollar berishni boshlaymiz. Endi bizning maqsadimiz nima? Mana shuni ko'tarishlik. Endi 70 ball emas, aytaylik, o'rtacha ball 80 yoki 90 bo'lsin. Maqsad shu, endi savollar paydo bo'lishi. Savollarni o'rtaga qo'yishni boshlaymiz. Xo'p, savollar nima bo'lishi mumkin? Nega bunday bo'ldi? Birinchisi. Yana savolning ichidan savol chiqarsak bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, o'quvchilarni asosiy ko'rsatkichlari. Davomati tekshirsak bo'ladi, kontekst beryapmiz, to'g'rimi? Kontekstni ko'rib chiqyapmiz. Davomati yaxshi bo'lmaganmi yoki o'qituvchi mos kelmaganmi yoki o'quvchini o'zlashtirishda orqada qolib ketib qolganligi uchun keyingi darslarni tushunmay qolgan va hokazo. Shu savollarni o'rtaga qo'yib olamizda, keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi bosqichimiz bizda kerakli ma'lumotlarni yig'ish bo'ladi. Ya'ni data analitiklar nima qiladi? Juda ko'p ma'lumotga ega bo'ladi kompaniya va o'sha kompaniyada o'sha ma'lumotlar manbalaridan o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yig'ib olish bo'ladi uning vazifasi. Faqatgina kerakli ma'lumotlarni yig'ib oladi va ma'lumotlarga ishlov berishni boshlaydi. Chunki ma'lumotlar har doim ham u analiz qilishiga tayyor holatda bo'lmaydi. Masalan, bo'lishi mumkin ma'lumotlarni so'rovnomalar orqali olgan bo'lishi mumkin, to'g'ri? Savoliga masalan, o'qituvchi mos kelmaganmi degan savoliga ma'lumotni so'rovnoma orqali olish mumkin. Ya'ni nima qiladi? O'quvchilarga anonim so'rovlar yuboradi va ular javob beradi va hokazo. Lekin mana shu javob berish jarayonida nima bo'lishi mumkin? Bitta o'quvchi 2 marta javob berib qo'yishi mumkin. Bitta o'quvchini ikkala o'sha javobi bir-biriga mos kelmagan. Ya'ni birinchi bunaqa baho, keyin bunaqa baho. O'shalarni ishlov berib chiqish kerak bo'ladi. Ya'ni hammasini olib to'g'ridan-to'g'ri analiz qilish, ya'ni tahlil qilishga kirishib ketmaydi-da. Shu ma'lumotlarni to'g'rilab qolgan ishlov berish jarayonlaridan o'tkazib chiqadi. Va oxiri bo'lib tahlil qiladi-da. Birinchi tahlil qilib turib ma'lumotni o'zidan kerakli insightlar chiqarib olgandan keyin vizualizatsiya qilib beradi. Chunki vizualizatsiya ma'lumotlarni yetkazib bermoqchi bo'lgan shaxslar, ya'ni qaror qabul qiluvchilarga vizualizatsiya orqali tushuntirib berish eng oson yo'li hisoblanadi. Chunki vizualizatsiya bizga o'sha raqamlarni gapirtirish san'ati deyiladi. Ya'ni raqamlar o'zlari aytib berish kerak nima haqida gap ketayotganligi. Mana shu vizualizatsiyaning afzalligi. Ya'ni vizualizatsiya orqali biz ma'lumotni hikoya qilib bera olamiz. Ma'lumotni o'sha boshidan boshlab nimaga bunday sodir bo'lgan, qanday hodisalardan o'tgan va oxiri qaysi natijaga erishdik, mana shuni biz vizual shaklda keltirib bera olamiz.